Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Jizzax viloyati Zomin tumaniga qo'yib bergan yaxshi daromad olib keladigan asfalt zavodimizni ko'rib chiqamiz. Bu asfalt zavodimiz soatiga 245 tonnagacha bo'lgan asfaltni ishlab chiqarib beradi. Ya'ni bu degani 40 sekundda 2,5 tonnagacha tayyor mahsulotni sizlarga ishlab chiqaradi. Zavod umumiy 6 qismga ajraladi. Birinchi qismda tayyor bitum kelib maxsus hovuzchaga tashlanadi. U hovuzchamizdan har biri 40 tonnadan, ya'ni umumiy 120 tonna bo'lgan bitumni yonkistlarimizga solinadi. Bu yonkistlarimiz podograf bilan birga va bu yoqdan ko'rishingiz mumkin shebin solib lentamiz orqali bochkaga tashlanadi. Bochkamizda quritilib liftda birinchi etapga tashlanadi. Zavodimizning 4-qavatidamiz. Bu qavatdan shag'alimizni 6 ta kategoriyaga ajratilib, mikser qismiga tushadi. Zavodning asosiy qismi hisoblangan operator xonasi bilan tanishamiz. Qani ketdi. Operator xonasida barcha sharoitlar yaratilgan, konditsioner deysilar, barcha qulayliklar bor. Bu yerda mana stabilizatorlarimiz, tokka qanaqa kuchlanishda, qancha quvvatdaligini ko'rib turishingiz mumkin. Bitta gap bilan aytganda, juda ham sifatli va qulay. Agar sizlarga ham shunaqa zavodlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, Texnika Advance Service kompaniyasiga murojaat qilinglar. Beton zavodmi, asfalt zavodmi umuman farqi yo'q. Olib kelib kafolatlar bilan o'rnatib beramiz. Ha aytgancha, bu zavodimiz mijozimizga nech pulga tushdi deb o'ylaysizlar? Izohlarda yozib keting.